Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar, Andijon oblast viloyat yaqin o'rtadagi odamlar, menga o'xshagan bemorlarni shu SNS klinikasiga taklif qilaman. Oyog'im tizzasi og'rib, og'riqqa chidamasdan keldim. Menga doktorlar MRT tavsiya qildi. Shunda oyog'imga poyi uzilganligi, ancha vaqt bo'lganligini hisobga olishdi. Operatsiya qilmay yoshim kattaligi uchun davolashga tavsiya qildi. Bu yerda Qahramonjon, Husanboy, barcha vrachlar yaxshi qarashdi, qo'llari yengil, yaxshi shifokorlar ekan. Oyog'im ham bosolmasdan juda og'riq kuchli kelgandim. Hozirda yaxshiman. Bir hafta yotdim mana. Oyog'imni tizzasiga, umurtqamga blokada qilishdi, ukollar qilishdi. Rasam yaxshi, ular ichida gormoni, og'riq qoldiradigan ukollari yo'q. O'zlarini licheniyasilar esa yaxshi davolashdi. Men bulardan xursandman. Sizlarga hammanglarni menga o'xshab joni og'rib kelganlarni tavsiya qilaman. Doktorlari, sharoitlari, xonalari issiq, toza, pokiza, hamshiralari xushmuomala, qo'llari yengil, oziq-ovqatlari ham shirin, 3 mahaldan ovqat, choy doim qaynab turadi. Sharoitlari yaxshi. Bu yerda meni davolagan doktorlarga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Qo'llari hamisha yengil bo'lsin, menga o'xshab qiynalib kelgan bemorlarga doim shifo bilan tursin.